Hurmatli obunachilar, biz shunaqa joyga kelganmizki, o'zimizga qarashli yaqin insonimizniki. Pitonni shunaqangi uzunki, mana ustozimiz videoga kelyaptilar. Biz bu yoqdan xohlasa bismillahirrohmanirrohim qushlar boshladik, videoga olishdi. Bu yerda kanareykalar juda ajoyib turlari, ajoyib ranglari. Bu endi boqilib, endi hali bu yerda ko'paymagan, endi yig'ishyapti. Mana bu yerda ajreli oqqa sariq jiplangan qushxonani sizlarga obzor qilib o'tay. Bu yoqdan quyosh tushadi. Oldin shalaxondan to'sib qo'yadi, aşağı radiatorlar qo'yilgan. Qushlar siqidiradi. Keyin mana valerda orqa tarafida ham mashnaqa yo'lak bor. Bu yerga gnizo uylanadi-da, gnizodan keyin bolalarini, boshqalarini tomosha qilib, ko'rib tursa, nazorat qilib tursa bo'ladi. Qushxonaning uzunligi, mana endi valerda uzunligi 1.60-1.70 sm. Nariga yana bitta xuddi shunaqa joy bor. Bu yerda valerlari katta. Bu yerda mana ajrelilar, razillar, hozir yangi chiqqan turgan yo'lda, kakariklar bu yerda. Sepkalari ham bunaqa zakosni qalin sepkalar. Yasalgan, chiroyli yasalgan, sharoitlari zo'r. Pastlarini keyin bu yerda ham ajreligi, sariq ajreligi, bu yoqda oq ajreligi, juda ham chiroyli ranglari. Penalti beradi yo'llar. Bu ham chiroyli rangidan qaranglar. Ko'stimasi mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'yinglar, ko'stimasi. Bu yerda sliva головой, молодой paralar. Bu yoqda ham молодой, sliva головой. Chiroyli qushlar mana. Bu yerda ananasiy perxuri. Juda ham chiroyli rang, ko'stimasi mashalloh. Barakasini bersin. Bu mana shu qushlar hozir молодой. Hali bir tulabdan chiqqanda undan ham chiroyli rangga kiradi. Bu pitomligimizni hali yarmiga yetib kelmadik. Razillar. Lutina razillar. Bu yoqda o'zimizni baqiroq aratinkalar, hammasi tuxumda ekan hozir. Tuxumda bolasi bor. Mana bu yerdagi parani men o'zim olib ketyapman. O'rnida valerda turibdi, hozir ko'rsataman. Bu yerdan qush oldik hozir. Bu paralar hammasi tuxumda, aratinkalar mana tuxumda. Ko'stimasi mashalloh zo'r ishlaydi. Bu ham tuxumda. Mana qarang go'zalligini. Go'zalligiga baho bering mana. Mashalloh deb niyat qilganlar, kommentariyaga o'zlarini fikrlarini yozib qoldiringlar. Juda ham ajoyib chiroyli joy. Oq ajreligi. Aratinkaning yanday turi, shu hozir ko'rsatganim. Bu solnishni aratinka. Solnishni aratinka. Bu yoqda mana bu oq ajreligini biz olib keldik hozir. Bularga berdik. Yanidagi moda o'zlarida bor ekan. Penalti razillar. Juda ham chiroyli. Bu ham sariq ajreligi. Qushlar bahor bilan ishlagan, hozir hammasi yozda damda. Bu yerda qushlar bir mavsum ishlatiladi. Buni qishni yozi ishlatib buni unaqa qilinmaydi. Bir mavsum, erta bahor bir partiya ishlaydi bo'ladi. Shu bilan damda. Bu yoqda ajrelilar, o'zimiz yashil ajreli, sariq ajreli, kalitalar bular. Kalitani ham juda chiroyli sveti, sarig'i hamda yashil. Penalti beradi ular. Ajreli, sariq ajreli, yashil ajreli bular.
Biz olgan qushlarimizni ham bir ko'rsatib o'tay. Mana aratinka yanday chiroyli turidan perxuri. Общий valerimizni mana orqa tomondagi gnezdoyiladigan joyi mana. Uzun. Agar sharoitlaring bo'lsa, mana shunaqa valer qurishni tavsiya qilaman. Qaranglar. Bu yoqda gnezdoyilinadi hamda tuxumlar nazorat qilinadi. Bu yog'ida oldidan ovqatini berib, o'zingiz ozuqasini berib tomosha qilasiz. Quyosh nuri ham mana maydan xotirjam tushib beradi. Hozir tashqarilarini ham ko'rsataman. Manzara, sharoit, qushlarga e'tibor, hammasi tushibdi. Orzu qiladigan darajada. Lekin kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Juda ajoyib chiroyli. Keyinchalik ham shu yerga kelib, sizlarga obzor qilishimiz uchun ozgina motivatsiya beryaptilar. Videoga albatta like bosib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hozir tashqarini ko'rsatamiz. Juda chiroyli.